Joriy 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida ekologiyani muhofaza qilishga qaratilgan ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, Sharof Rashidov tumani Oqtosh ota mahallasidagi Yangi O'zbekiston massivi atrofida yashil bog'lar kengaymoqda. Jumladan, Qirtepaliklarda 30 gektar maydonda yashil bog' yaratildi. Yashil bog'lar, dov-daraxtlar bizga toza kislorod yetkazib beruvchi asosiy manba. Bugun shahar atrofida, yangi massivlarda jamoat parklari, yashil hududlarning tashkil etishga qaratilgan prezident tashabbuslari ham atrof muhit musaffoligini saqlashga xizmat qiladi. Sharof Rashidov tumanida tashkil etilgan Yangi O'zbekiston massivi ham yaqin yillarda aholi gavjum manzillardan biriga aylanadi. Ayni paytda hududda ko'p qavatli uylar bosqichma-bosqich qad ko'taryapti. Ushbu massiv qolaversa atrofdagi mahallalar, shuningdek, shahar aholisi uchun massiv yaqinidagi qirliklarga yashil hudud tashkil etilmoqda. Jumladan, Jizzax davlat o'rmon xo'jaligi tomonidan 30 gektar maydonga nina barglardan sharq tuyasi, yaproq barglardan katta alpa, klion, shumtol, shuningdek, pista, bodom, jiyda kabi ko'chat navlari ekilmoqda. Dastlab butun maydon bo'ylab 20 km uzunlikda terrasa tortildi. Yerlar yumshatilib, ko'chatlar ekildi. Terrasa uslubida ekish ko'chat ostida ma'lum miqdorda namlikni saqlashga ham xizmat qiladi. Maydon to'liq tomchilatib sug'oriladi. Buning uchun pastdan yuqorigacha bo'lgan 3 ta nuqtada hovzalar qilindi. Endi shlanglar tortilib, suv ta'minoti yo'lga qo'yiladi. Har bir terrasa oralig'i 6 metr, ko'chat orasi esa 3 metr bo'lib, har ikkita archa orasiga yaproq bargli ko'chat navlari joylashtirildi. Shunday qilib, umumiy 30 gektar hududga jami 11200 tub ko'chat navlari o'tkazildi. Yaqin yillarda mazkur hudud qalin o'rmonzorga aylanishi kutilmoqda. Bu aholi uchun toza ekomuhit yaratiladi degani.